Malibu 2 turbo avtomatik korobka almashyapti. Xo'sh, okalar. Birinchi o'tdan to'kib yuboriladi, 11 volt bor. Uni ko'rsataman. Tepasidan hozir gidro nuqtasi bor. Gidro nuqtasidan havo urib ulab qo'yilgan. Bu havo urib hamma pastga tushiradi. Tepasida moqoyadan qopqog'i bor. Birinchi havo urayotganda mana shu qopqog'ini olib turib, qopqog'ini tozalab yuborasizlar. Birikta havo urgandan keyin qopqog'ini yopib havo uriladi. Xo'sh, mana shu joylashgan. Mana havo uradigan joyi, ishdan havo urilyapti. 11 volt. Bu gidro nuqta bilan bo'ladi. Bu unday havo gidro nuqtaning ichidagi moyni chiqarib yuboradi. Bu mashinamizni 78 ming yurgan. Bu o'zi moy almashgan oldin. Okean tezliklari uchun moylar qo'yib ketgan. Birinchisini 40 mingdan almashtiringlar, keyingina har 40 ming moyni almashtirganlarni tavsiya beramiz. Avtomatik korobka moyni 50 ming yuradi deyiladi, lekin yurishingizni ham qarab, tez yuradigan bo'lsangiz, baribir turbinani haydaydigan odamlar tez yurishadi. Tez yursangiz 50 ming yurishni tavsiya beramiz. Bo'lmasa moylar mana shunday qorayib ketadi. Bu korobka qoraygandan keyin mashina tortishi o'zgarib qoladi, rasxodida ko'payadi, samosada rasxodida ko'payadi. Chunki mashina tortmagandan keyin sizlar gazni bosasizlar, rasxodlari ham ko'payib ketadi. Hozir tegidan bolutini o'zini to'kib yuborsanglar, 11 bolutini o'zi to'kiladi. 11 bolut to'kilganda 5 litrga yaqin moy tushadi. Keyin havo urganinglardan keyin yana qolgan 1,5-2 litr moy tushadi. Mana shundan hamma moy tushib ketadi. Yaxshilab havo uriladi, 15-20 minut vaqt ajratish kerak. Buni urin ko'radigan joyi orqasida, korobkaning orqasida urin ko'radigan joyi bor. Urin ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan urin ko'rsangiz ham bo'ladi. Yaxshilab havo urib, chiqarib olib 7 litr moy qo'ysangiz, urinda bo'ladi o'zi. Moy quyish jarayoniga keldik. Moy quyilyapti, tepada bo'lib ko'rsatgan hoqqodan moy quyiladi. Havolar urib bo'ldi, yaxshilab havolarni chiqarib oldik. Endi moyga to'xtalamiz. Amerikanskiy ekstra moyimiz full sintetik ko'rasizlar. Mana JMB mashinalari ham to'kib bergan, bemalol quysangiz bo'ladi. Ekstra moyni xohlasa mana shu moydan quyishni tavsiya berib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.